Men Qoraboyev Bahriddin Azizovich, veterinar vrach oilasida tug'ilganman. 1975-yil 15-aprelda. 1982-92-yillar o'rta maktabda tugatganman. Maktab yoshiga yetgunimcha shu kitob o'qishlarga qiziqqan ekanman-da. Hali maktabga bormasdan harflarni o'rganib, 50 dan ziyod she'r bilardim. O'sha kunlarda eslayman, shu 5 yosh edimda. Ko'chaga chiqib turgan edim, otamni mototsikllari bor edi. Urala mototsikl deydi, 3 kishi sig'adi. Shunday bir do'stlarni uylariga olib borib tashlayotganda uzoqdan bitta narsani ko'rsatdilar-da, u kitob edi. U 2-3 daqiqada qaytib keldilar, lekin men 3 daqiqa shu xuddi bir hozirgi kunda yaxshi bir mashina sotib olgandek xursand bo'lganman-da. Maktab davrida ham a'lochi bo'lib sinfkom bo'lganmiz. Undan tashqari musiqa maktabiga borardik. Musiqadan tashqari o'sha yerda ustozlarda odob juda kuchli edi. Odob jihatdan, hayotiy tajriba jihatdan chiroyli bir taassurotlar qoldirgan menga. Ana endi tadbirkorlik masalasi meni shu yoshligimdan shu bozorga chiqib uydagi limonlarni sotganmiz, ko'katlarni, bozor munosabatlarida yurganmizda, ya'ni yoshlikdan shu ko'nikma bor. Universitet davrida o'sha chet elda o'qiganimizda ham misol uchun ishlaganmiz ham. Yaxshi magazinlarda ishlaganmiz. Bizlarda u yerda 1 oy ishlaganimiz O'zbekistonda o'sha vaqt oyliklar kam edi, inflyatsiya juda yuqori edi, 93-yillar. 1 yil ishlaganning oyligini berardi, maoshini. Universitet davrida ham tadbirkorlik qilganmiz, ishlab chiqarish tashkil qilganman Termiz shahrida. 150 ta mijozimiz bor edi, muz qaymoq tarqatar edik. Keyin faoliyatni kengaytirish uchun Toshkent shahriga ko'chib keldim. 10-yilda kelgan edim. 12-yillari elektron o'lchash uskunalarida degan kompaniya ochdim. Butun litsenziyalarni harakat qilib oldik. Bu dunyoda nimaniga harakat qilsangiz yetishasiz, niyatingizga bog'liq ekanda. Butun litsenziyalarni olib ishlaganmiz. Faqat 13-yildan keyin bu elektron счетчикlarni qo'yish ishlari davlat hisobiga o'tib ketdi, qonun almashdi va yangi korxonalar ochildi. U faqat xizmat ko'rsatishgina qoldi, u soha almashdi. Bizlar faoliyatimiz bu 13-yilda o'sha telekommunikatsiya ishida ishlaganimda pudratchilikda. Koskom xorijiy korxonasiga bir nechta nuqtalariga quyosh panellarini o'rnatib berdik. Bunda aholiga, korxonalarga ommaviylashmagan edi. Endi o'sha Koskom xorijiy korxonasi o'zini energiya mustaqilligiga erishish uchun quyosh panellarini o'rnatishdi. Uzoqroq bo'lgan joylarga 10 kilovatdan o'rnatishgan. 22-yilda blackout deydi-ku. Bir kun elektr energiya bo'lmadi. Undan keyin bir dekabrda ham qiyinchilik bo'ldi. Juda sovuq holatlarni kutmagan ekanmiz. Bizni transformatorlarimiz ko'tara olmadi. Gaz bosimi tushgandan keyin hamma elektr energiyaga yopishadi. Elektr energiyani to'g'ridan-to'g'ri foydalansangiz quvvat yetmaydi. Shundan keyin davlat qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqarishdi. O'sha 57-son qaror chiqdi. 220-son Vazirlar Mahkamasi qarori chiqdi. Bir qancha imtiyozlar berildi. Bir qancha. Bu imtiyozlar ko'p mamlakatlarda yo'q. Boshida boshlaganimizda shu Zinshayn degan bir kompaniya bilan shartnoma qiluvdik. U 10 talikda kirar ekanda, hali 10-o'rinda ekan dunyoda. Faoliyatni boshladik, reklamalarni qildik, targetni qildik, marketing ishlarini boshladik. Samarqanddan bir Furqat degan hamkorimiz bor, u kishi tovar olaman deydi, hech olmaydi-da. Bir kun Toshkentga kelgandan keyin nega olmaysiz bizdan tovar? Keling, yuzimizga ayting, nima kamchiligimiz bor, hamma sharoitingizni qilsak. Keyin ochig'ini sizga aytsam dedi, sizni tovaringiz dedi, 3 talikka kirmagan ekan dedi. Bizda haligi rus tabiatli bir ikkita ustalarimiz bor dedi. Ular qo'rqyapti. Qimmat turardi, u payt 10 million edi 1 kilovat. Bir narsa qo'ysak biz yoqamizdan oladi ertaga. Shu 3 talikka kirmasa biz qo'ymaymiz deb aytgani uchun sizdan sal uzoq yuribman degandan keyin bizga juda qattiq ta'sir qildi va o'zimizni kattaroq bir investitsiya kiritdik. 2,5 million dollar investitsiya kiritgan edik 23-yilda. Shu investitsiyani hammasini keyin o'sha dunyodagi uchtalikning eng kuchlisi qaysi deb izlaganimizda Jinko kompaniyasi keldi. Keyin ular bilan muzokara qildik, Vistavkada kelgan ekan. Shartnoma qildik keyin. Shartnoma qilib o'sha investitsiyani to'liq yo'naltirdik shu kompaniyaga. Xato qilmagan ekanmiz. Mana bugungi kungacha 3 yildan beri Jinko kompaniyasi bilan hamkorlik qilyapmiz. Hech birorta hali panel birak ekan degan e'tiroz bo'lmadi. Oxirgi yilda mana 25-yil statistikasida 100 megawatt, ya'ni 160 mingta panel yetkazib berdik. Boshqa jihatdan, texnik jihatdan hali xatogarchilik bo'lmadi va bizning ishonchimiz yildan yilga bu kompaniyaga
oshib bormoqda. Chunki 14-yildan beri Yevropa laboratoriyalarida, o'sha Kivida, boshqa nimalarda birinchilikda ushlab kelyapti. Lekin nima bo'lganda ham bizlar o'sha premium tovarlar ustida bosh qotiryapmiz. Ular bilan yaxshi hamkorligimizni ko'rib, Sangrov kompaniyasi mana 25-yilda rasmiy distributsiyasini bizga berdi. Shartnoma qildik, olib keldik. Davlatda hattoki katta nufuzli tashkilotlar ham juda katta miqdorda shu invertorlardan sotib olishdi. Ularni ham to'g'ridan-to'g'ri shartnomasi bor ekan, yetmagan payti bizlardan olishyapti. Yuqorida aytilgan o'sha yutuqlarimiz asosiy sabablardan biz asosan distributsiya xizmatini ko'rsatyapmiz. Tovarlarni yetkazish bo'yicha do'konlarimiz bor. Demak, barcha viloyatlarda filiallarimizni tashkil qilish 26-yilda. 25-yilda oxirida qo'shni Tojikiston Respublikasiga vakolatxonamizni ochdik, mahsulotlarimizni yubordik. Distributsion markazlarini yana ikkita qo'shni respublikaga tashkil qilib, faoliyatimizni kengaytirish niyatidamiz. Quyoshga bizlar bilan bir qadam yaqinroq keling. Quyosh panellari stansiyasi bu faqat investitsiya emas, bu kelajakdir.